Eng mustahkam munosabatlar do'stlikdan boshlanadi. Ya'ni do'stlikka qurilgan munosabatlar mustahkam bo'ladi ko'p holatlarda statistika bo'yicha qaraydigan bo'lsak. Shuning uchun birinchi navbatda erkak kishi harakat qilish kerak deb o'ylayman. O'zi tabiatan erkaklar ovchi. Qachonki qiyinchilik bilan ovlab o'sha ayolga erishsa, ayolni jufti haloli qilsa, ertaga qadriga yetadi. Erkak kishilardan so'rab qolardim, misol uchun dugoningizni yaxshi ko'rib qolganmisiz? Aytishdan qo'rqmang. Ko'pchilik отказ olishdan qo'rqadi. O'rtog'ini yo'qotib qo'yishdan keyinchalik qo'rqadi. Siz prosta omadingizni sinayapsiz. Siz baxtingiz sari harakat qilyapsiz. Ertaga men отказ olsangiz ham, siz shunaqa inson bo'lingki hayotida boshqalardan sizni doimo boshqalardan ustun ko'rsin. Ya'ni boshqa erkaklardan. Siz shunaqa inson bo'lingki, siz yonida podдержка bo'ling, muhabbat bering, podдержка bering. Eng katta ayol erkaklardan kutadigan narsa bu podдержка va himoya. Qachonki erkak himoya qilib podдержка bera olsa ayol kishiga, u erkakni baribir sevib qoladi erkakni. Shuning uchun men erkaklarga aytib qo'ygan bo'lardim, отказ olishdan qo'rqmang. Chunki победитель hech qachon откazdan, yutqizishdan qo'rqmaydi. O'shaning uchun ham ular победитель.